Assalamu alaikum. Bu xalqara forumda qatnaşıcılar, Alfas Hazret, Rüstam Hazret, sizge barığızda da Qozondan qoyma salamlar jibererge ruxsat etiniz. Rossiya İslam İnstitutundan, Qozon İslam Üniversiteti şulay uq İslam ilmi boyunca Sovet isminden sizni mana şu zur çara bilen tabrikleyim. Şundan da mana Ak Mescid medresesi ko'p yillar boyunca şu xalqaro konferensiyani uzdarib keladi. Bu yil konferensiyada ko'tarilgan muhim problemalarning birisi ol da bo'lsa g'oila problemasi, traditsion qimmatchilik. Shundan da mana biz bek qatlovli shirda yashaymiz. Mana bu endi maxsus harbiy operatsiya boshlangandan so'ng kun batish bilan qarshiliklar endi tereneye bargan sayin albatta bizga o'zimizning traditsion qimmatchiliklarimizni saqlash bek muhim. Mana bu ülkede bizga din ehillerine, dini qo'yirtlarına zo'r bo'lish sheklangan deb aytiradim men. Chunki traditsion dinlar yurakda mana bizning dinimiz, islom dini har vaqt ul traditsion qimmatchiliklarni saqlab qoluvda zo'r rol o'ynadi. Har vaqt bizning dinimiz islom, endi g'oila ul nıqlı g'oila bo'lirga tiyиш degan fikrini olg'a surdi. Ol bizning dinimizning eng tüp bir muhim endi tüp bag'anasining birisi bo'lib turadi deb aytiradim men. Ham shunga ko'ra da bugungi kunda Rossiya davlati uchun mana shu traditsion qimmatchiliklarni jamiyatga geri qaytaru uchun, g'oilalarni naq etish uchun, demografik problemani hal etish uchun albatta mana diniy qo'yirtlarning, diniy uyushmalarning roli bek zo'r. Mana aytganimcha, Ak Mescid medresesi ko'p yillar bu xalqaro konferensiyani uzdirib keladi. Ham endi uning natijasi bo'larak yil sayin Rüstam Hazretning endi jiyintiqlarini bostirib chiqara. Inshaalloh bu konferensiyada materiallari bosilib chiqar deb o'ylayman. Biz endi traditsion qimmatchiliklarga kelganda, men o'zimning chiqishimda mana diniy o'qiyotlarida bu masalaga e'tibor tog'indan aniqroq orttirga tiyish degan fikrni ochiqlab ko'rsatasim keladi. Shundan da biz bulayda endi bizning diniy o'qiyotlarning, madrasalarning, yuqori o'qiyotlarning, Rossiya Bulg'ar Islom akademiyasining programmalari birinchi chiratda mana shu traditsion qimmatchiliklarni teran etib o'rganishga qurilgan. Biz eng birinchi shiratda o'zimizning Abu Hanifa mazhabi ham endi Mansur al-Maturidi aqidasi bo'yicha o'quvni uyushtiramiz. Ham shundan da mana ul Rossiya davlati uchun, musulmonlar uchungina tugul, ul traditsion qimmatchilik. Chunki biz mana shu o'zimizning diniy traditsion qimmatchiliklarimiz negizida o'qitsak o'zimizning yoshlarimizni, albatta ul Rossiya davlati uchunda zo'r bir martaba bo'lacak. Shunga ko'ra bu yo'nalishda biz shuni olib borishga tiyishmiz. Shundan da mana hozir bu yil Rossiya davlati bu 2024 yilni g'oila yili deb e'lon etdi. Bu da chiroqli tugul, chunki belgili bo'lgancha mana demografik situatsiya endi Rossiyada ul yildan yil nasharlanadi deb aytiradim men. Oilalar soni kimi bigirakda endi mana ayrilishlar ortgandan orta bara. Ol endi mana musulmon oilalarida da qizg'anishga qarshi bu tendensiya shaqti kuchli deb aytiradim men. Oilalarning 50%dan ortig'i, 50%ga yaqini toralab, musulmonlar orasida da shu prosentga biz yaqinlashamiz. Ondan so'ng oilada bolalar soni kimi, ham endi albatta taralgan oilada bolalarni tarbiyalash atadan tish, shundan da ul to'liq g'oila bo'la olmaydi. Ham shunga ko'ra albatta mana bugungi kunda g'oila yilida biz endi ko'proq o'quv protsessindagina tugul, o'zimizning choralarimizda traditsion qimmatchiliklarning tüp mana muhim bir faktor bo'lgan g'oila problemasida ochiqlab ko'rsatirga tiyishmiz. Bizning g'oilalarimiz naq bo'lirga tiyish, bizning g'oilalarimizda bolalar soni ko'p bo'lirga tiyish. Shul chog'dagina biz mana o'zimizning jamiyatimizda tutgan bulayda endi traditsion dinlar Rossiya
дәүләтендә үзенең нык урыны бар. Без тагын да шушы нык урыныбызны ныгытырбыз дип уйлыйм мин. Бу халыкара конференцияда катнашучыларга мин үземнең тагын бер сәламымны җиткерәсем килә. Татарстан дини нәзарәте исеменнән дә, шәхсән үз исеменнән дә, Казанның югары уку йортлары исеменнән дә һәм сезнең барыгызны да тагын бер мәртәбә сәламләп, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу дип сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз.